Assalomu alaykum. Agar siz uzumni sotish uchun katta kapital, katta omad va katta risk kerak deb o'ylasangiz, bu narsa juda ham katta xato. Sizga hozir men ushbu videoda 1 so'm pul tikmasdan turib, uzumdagi shu risklarni aylanib o'tishni yo'llarini ko'rsataman. Aynan shu haqida bugungi videoda siz bilan gaplashamiz. Men Umarxon Hayitboyev 2023-yildan beri marketplace'da savdo qilib kelaman. Boshlanishida 20 million so'm bilan boshlaganman. Aynan kiyim-kechak yo'nalishiga kirganman. Hozirda 6 xil yo'nalishda, 6 xil har xil kategoriyalarda do'konlarim bor. Bu kanalni ochishimdan maqsad marketplace'dagi yo'nalishlarni, ya'ni tizimlarni ochiq va ravshan sizlarga o'rgatish va o'zim kirganimda marketplace'da qachonki 23-yilda boshlaganimda juda ham qiynalganman. Chunki YouTube'ga kirganimda ham, Instagram kirganimda hech qayerda unaqa ma'lumotlar bo'lmagan. Mendan keyingi sotuvchilarga shunaqa qiyinchilik bo'lmasligi uchun men shu kanalni ochishga o'zim maqsad qildim va xudo xolasa birinchi videoni shu mavzuni tanladik. Ko'pchilik hamkasb sotuvchilarim menga yozishadi. Pulim kuyib qolsa-chi, sotilmasa-chi, tanlagan kategoriyam noto'g'ri bo'lsa-chi, qanaqa qilib to'g'ri kategoriya tanlasam bo'ladi, umuman qanaqa qilib risksiz sotsam bo'ladi degan savollar bilan juda ham ko'p kelishadi menga. Aynan shu muammoni yechish uchun hozirda uzumda nol byudjet bilan risklarsiz boshlash mavzusiga bugun qo'l urganmiz. Darsni boshlashdan oldin o'zim haqimda batafsil tanishtirib o'tib ketaman. Men ismim Umarxon Hayitboyev. Uzumda hozirda 6 ta do'konim bor. 20 million so'm bilan boshlaganman va 2023-yildan beri savdo qilib kelaman marketplace'larda. Men sizlarga o'zimni tajribamdan o'tgan va real natijalar haqida gaplashamiz. Nazariy, kitobiy bilimlar haqida bu yerda gap ketmaydi. Kelinglar, asosiy muammo nimadaligini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik o'zi nima uchun uzumda sotishdan qo'rqishadi? Birinchi navbatda bu kapital yo'q. Ya'ni biznes ochishim uchun pul kerak deb o'ylashadi. Bu aslida eng katta miflardan bittasi. Uzumda 0 so'm bilan ham umuman tovarga pul tikmasdan turib ham sotsangiz bo'ladi. Keyingisi kompyuter ko'nikmalari. Men kompyuterni tushunmayman yoki umuman uzumdagi ichki sistemalari menga qiyinlik qiladi. Tovarni joylashga men qiynalaman degan kompyuter ko'nikmalari asosan bu yosh kattalarda uchraydi, lekin bu ham noto'g'ri fikrlash. Keyingi muammo tovarim yo'q, nimani sotaman degan savol. Bu eng oxirgi darajadagi muammo. Buni ham yechimini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Uzumda daromad qilish uchun sizda ikkita asosiy yo'nalishingiz bor. Bu birinchisi sotuvchi bo'lasiz yoki marketplace menejeri bo'lasiz. Bu ikkalasining farqi nimada? Agar siz sotuvchi bo'lsangiz, ma'lum bir tovarni sotib olasiz va o'sha tovarni uzumga qo'yib turib sotasiz. Bu klassik yo'nalishdagi hammaga tushunarli holat. Endi ikkinchi yo'nalish marketplace menejerligiga e'tiborlarni qaratishlarni so'rayman. Bu joyda siz aynan 0 byudjet bilan marketplace'ga kirish imkoniyatingiz bor. Agar sizda vaqtingiz bo'lsa, o'rganishga xohishingiz bo'lsa yangi bilimlarni va asosiysi umuman risk qilmasdan turib sotuvchilarni tajribasini olishni xohlasangiz, aynan shu yo'nalish sizga to'g'ri keladi. Marketplace menejeri o'zi kim? Sodda qilib tushuntiraman. Uzumda sotuvchilar bor yoki boshqa marketplace'larda va uzum marketda o'zi bor. O'shalarning orasidagi ko'prik marketplace menejeri deyiladi. O'zi sotuvchilar asosan qanaqa bo'ladi? Ularda tovar bor, lekin bilimi cheklangan, vaqti tig'iz va eng asosiysi оборотga pulini qo'yib qo'yadi. Ya'ni bitta tovar sotib olib turib marketplace'ga qo'yib qo'yishadi va o'sha pul qachon menga qaytib kelar ekan deb kutib o'tirishadi. Marketplace menejeri sotuvchilarni aynan shu muammolarga yechim beradigan mutaxassis. Agar siz marketplace menejeri bo'ladigan bo'lsangiz, millionlab xaridorlarga sotishingiz mumkin. 24 ga 7 siz uxlab yotganingizda ham daromad qilishingiz mumkin va aynan eng qizig'i o'sib borayotgan bozorga hozir kirib olish imkoniyatingiz bor. Eng qizig'i kapital bunga kerak emas. Tovar kerak emas, sizda vaqt va bilimga ko'nikma bo'lsa bo'lgani. Marketplace menejeri bo'lganingizdan keyin siz nima vazifalarni bajarasiz? Hozir shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi vazifangiz bu mahsulot kartochkasi va uni SEOsi. Siz nima qilasiz? Mahsulot nomini optimizatsiya qilasiz, ya'ni ma'lum bir tovarni tanlaganingizdan keyin uni nomini chiroyli qilib xaridorga yetkazib berishingiz kerak. Keyingisi kalit so'zlarni yozasiz. Aynan shu nomga kalit so'zlarni chiroyli qilib terib chiqishingiz kerak. Ya'ni xaridor o'sha tovarni topmoqchi bo'lganida qanaqa qilib uni qidirishga yozgan bo'lardi. Shu haqida kalit so'zlarni har bittasini chiroyli qilib qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Sifatli rasm va video tayyorlash. Ko'pchilik videoga e'tibor bermaydi, lekin video ham juda ham katta muhim. Keyingisi mahsulot tavsifi yozish, kategoriya va bozorni analiz qilish. O'zi bu 5 ta vazifani qilish nima uchun muhim?
Uzumda 1000 tadan ortiq tovar bor bitta yo'nalish bo'yicha. Lekin ularni asosan eng tepadagi yo'nalish, eng tepada chiqqan kartochkalar asosan yaxshi sotiladi. Agar siz mana shu 5 ta vazifani to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, hozirda uzum marketda sotayotgan sotuvchilardan 40%, 70% ga ko'proq sotishingiz mumkin. Chunki yaxshi optimallashtirish mahsulotingizni ko'proq odam ko'rishiga olib keladi. Keyingi vazifangiz narx strategiyasi va marjani to'g'ri hisoblash. Ko'pchilik sotuvchilar marjani noto'g'ri qo'ygani hisobiga o'zlari aynan shu obrotida minus kirayotganini bilmasliklari mumkin. Siz agar shu marjani to'g'ri hisoblashni ularga o'rgatadigan bo'lsangiz, uzumdagi 90% sotuvchilarga siz kerakli odamsiz. Marjani to'g'ri qo'yishni qisqacha tushuntiraman. Tovar o'zini tannarxi bor, uzum o'zini komissiyalari bor, aynan shu kategoriya bo'yicha va o'rtada sizning foizingiz bo'ladi. Ya'ni siz tovardan oladigan yoki sotuvdan oladigan foizingiz bo'ladi. Oxirida sotuv narxi bo'ladi. Aynan birinchi uchtalikda sanab o'tgan foizlarimni hisoblab turib, keyin sotuv narxini qo'yish kerak. Ko'pchilik sotuvchilar nima qilishadi? Tovarni, допустим, 100 mingga olishadi. Uni ustiga uzumni narxi komissiyasini qo'yadi. 20% bo'lsa 20 ming qo'shadi. Sotuvga chiqarib yuboradi. Sotuvga chiqargandan keyin 120 ming narx bilan sotuvda turibdi va u tovar sotilmadi deylik. Sotilmagandan keyin uni narxidan 20% qo'yganman-ku, ustiga 20 ming qo'yganman-ku deb turib 20% minus qilib yuborishadi. Oqibatda 91 ming so'm, ya'ni adashmasam 91 ming so'm bo'ladi. 20% minus qilib yuborsa 9 ming so'm zararga sotadi. Bu marjani noto'g'ri hisoblash. Agar marjani to'g'ri hisoblab, mana shu sotuvchilarga siz yechim beradigan bo'lsangiz, marketplace bozoridagi eng kerakli inson siz bo'lasiz aynan. Marjani to'g'ri hisoblash o'zi unaqa qiyin narsa emas. Asosiy 3 ta kriteriya bor. Bitta raqobatchilarni har kuni analiz qilishingiz kerak. Kamida 30% sof foyda, ya'ni 30% marja hisoblashingiz kerak har bitta tovarga. Va aksiya paytida siz o'sha aksiyalardagi qatnashayotgan kartochkalarni, tovarlarni yaxshi analiz qilib, o'sha yerda birinchi ro'yxatda turishda ta'minlab berishingiz kerak. Endi sizda savol paydo bo'lishi mumkin, nima uchun marketplace menejerini yollashadi? Uzumda hozirda 50 mingtadan ko'p sotuvchilar bor. Ularning hammasi ham o'zlari shug'ullanishmaydi sotuv bilan. Ularning o'zlarining offline do'konlari bor. O'sha do'konlarda savdo qilishadi va onlaynda vaqti fiziki yetmaydi ularning. O'shanga ularning birinchi navbatda vaqti yo'q. Ishonchli odam kerak ularga va eng asosiysi sotuvlar tushib ketgan ularda, chunki vaqt ajratmayapti ular. Siz o'sha sotuvni ko'tarib berishingiz kerak. Lekin bu sizning imkoniyatingiz. Hozirda uzum marketda 10 ta sotuvchidan 7 tasiga marketplace menejeri kerak. Lekin hozir bozor umuman bo'm-bo'sh va bu sizning imkoniyatingiz. Mana shu imkoniyatdan hozir foydalanib qolishingiz kerak. Bozor bo'm-bo'shligida siz ko'proq o'zingizga mijoz yig'ib olsangiz, qanchalik ko'proq status yig'ib olsangiz, shuncha o'zingizga kelajakda sarmoya qurgan bo'lasiz. Vazifalaringizni ko'rib oldik, bozordagi talab kuchliligini ham bildik, sizni umumiy ish jarayoningizni ko'rib chiqdik. Endi sizni daromadingizni hisob-kitob qilib ko'ramiz bitta. Hozirda agar siz marketplace menejeri bo'lib do'kon oladigan bo'lsangiz, ya'ni mijoz oladigan bo'lsangiz, ular sizga hozirda $300 oyiga to'lashga tayyor. Endi nechtagacha mijoz ola olishingiz va har biridan qancha daromad qila olishingizni hisoblab beraman. Aytaylik, bitta mijozdan $300 oladigan bo'lsangiz, bu sizning boshlang'ich etapingiz bo'ladi. Agar siz har oy mijozlar olishda davom etadigan bo'lsangiz, birinchi oyda bitta mijoz bo'lishi mumkin, keyingi 3 oy, 4 oy, 6 oylikda siz 4 ta 5 ta mijoz qilib turib, $1200-$1500 bemalol sof foyda qilsangiz bo'ladi. Endi sizning ichingizda savol tug'ilyapti, bilaman. Agar bu narxlarga menga ko'nishmasa-chi, bu narxni menga sotuvchi bermasa-chi degan savol bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bunga ham yechim bor. Siz biznesga sherik bo'lasiz. Ya'ni o'sha do'kon sotuvchisiga sherik bo'lasiz. Borasiz, tushuntirasiz. Men sizga sherik bo'lmoqchiman. Keling, sotuvlaringizni men onlaynda yo'lga qo'yib beraman. Sotuvlardan men sizdan foiz olaman deysiz. O'rtacha 8-12% olishadi marketplace menejerlari bozorda. Siz ham shu o'rtacha 10% mi, 15% mi o'zingizga to'g'ri kelgan foizni bemalol olishingiz mumkin va bu rad etib bo'lmas taklif deyiladi. Hech qaysi sotuvchi men qo'shimcha sotuvlarga rad javobini beraman demaydi. Ya'ni bu siz eng oxirgi qurolingiz bo'ladi. Shuni ishga solib turib bemalol xohlagan sotuvchingiz bilan shartnoma qilsangiz bo'ladi. Lekin sizning asosiy maqsadingiz bu summalar emas, sizning asosiy maqsadingiz sotuvchi bo'lib, ya'ni o'sha bozorga kirishingiz kerak. Ya'ni bu summalar sizning kapital yig'ishingiz uchun va bozorga kirishingiz uchun sarmoya bo'lishi kerak xolos. Asosiy maqsadingiz sizni bularga yordam berish va qo'shimcha ravishda o'zingizni ham rivojlantirish, ko'nikma yig'ish, amaliy bilimlarni yig'ish va o'shani amalda qo'llab o'zingizni do'koningizni yo'lga qo'yish. Sizning asosiy vazifalaringiz, ya'ni kun tartibingiz nimadan iborat? Birinchi navbatda ertalab turishingiz bilan kompyuter ochib turib siz sotuvlarga qarashingiz kerak. Qanaqa sotuv bo'ldi? Kechagi sotuv, undan oldingi sotuv, umuman hammasini qarashingiz kerak. Agar sotuvlar tushgan bo'lsa, unga yechim kiritib, muammolarni bartaraf qilishingiz kerak. Keyingi vazifangiz narxlarni moslashtirish va raqobatchilarni analiz qilish.
siz har kuni ko'rib turishingiz kerak. Sizni tovaringiz yaxshi sotilyapti, lekin raqobatchi sizdan arzonroq qilib qo'ygan bo'lsa yoki qo'shimcha qanaqadir yana yangilik kiritgan bo'lsa, siz savdongizga bu albatta ta'sir qiladi. Shuning uchun har bitta raqobatchini tovarlarini har kuni analiz qilib turish kerak. Keyingi vazifangiz tovar SEOsini yangilab turish. Bu bo'lishi mumkin kalit so'zlarni yangilash, yangi so'zlarni kiritish, qidiruvda qaysi so'zlar ko'p ishlatilayotgan bo'lsa, o'sha so'zlarni siz har doim tovar tavsifiga va nomiga ishlatib turishingiz kerak. Va eng oxirgi, eng asosiylardan biri tovar izohlariga va xabarlarga javob berish. Ko'pchilik sotuvchilar umuman xabarlarga, izohlarga javob berishmaydi va bu ularning minusiga ishlaydi. Chunki sotib olgan xaridorlar sizdan yana sotib olishi mumkin, lekin o'sha savoliga javob olmaganning hisobiga siz bitta mijozni shunchaki yo'qotasiz. Shunda umumiy qilib aytganda, siz bitta mijoz uchun 2 soat vaqt sarflaysiz. Qolgan vaqtlarda siz yangi bilimlarni o'rganishingiz mumkin. Yangi mijozlarni topishga sarflashingiz mumkin, shunchaki dam olishingiz ham mumkin. Hozir men sizlarga zo'r sovg'a beraman. Uzun marketda top 3 ta kategoriya bor, hech qachon o'lmaydigan. Bu birinchisi kiyim-kechak, ikkinchisi uy jihozlari va maishiy texnikalar, uchinchisi elektronika. Mana shu 3 ta kategoriya hech qachon o'lmaydi. Men majburlamayman sizlar imенно shu kategoriyadan boshlanglar deb. Lekin shu kategoriyaga kirib savdoni boshlaydigan bo'lsanglar, riski ancha kamroq bo'ladi va shu kategoriyada sotadigan sotuvchilar bilan shartnoma qilishinglarni men sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Nega aynan shu 3 ta kategoriyani tanladim? Sababi kiyim-kechak har doim sotiladi. Har doim to'g'ri mavsumiy o'zgarishi mumkin, lekin mavsum o'zgargani bilan kiyim-kechak baribir sotilaveradi. Siz o'shanga moslashib turib kiyim-kechaklarni o'zgartiraverasiz, lekin sizda sotuvlar davom etaveradi. Ikkinchisi uy jihozlari. Uy jihozlarida asosan ayollar sotib olishadi, lekin bu yerda sodiq mijozlar bo'ladi sizga. Bitta tovar sotib olgandan keyin sizdan sifatli tovar sotaveradigan bo'lsa, u xaridor sizni do'koningizga eslab qoladi va do'koningizga kirib yana qayta sotuvlarni amalga oshiradi. Va yana bir asosiy muhim tomoni, uy ro'zg'or buyumlari hech qachon mavsum tanlamaydi va aynan shunisi bilan u boshqa kategoriyalardan ajralib turadi. Siz bu yo'nalish bilan yil 12 oy savdo qilishingiz mumkin. Va biz oxirgi kategoriyamiz elektronika va gadjetlar. Buni sizga asosan tavsiya qilmagan bo'lardim boshlanishiga. Nimaga? Chunki asosan bu yo'nalishda tajribalilar bo'ladi. U yerda konkurensiya juda yuqori va shunga yarasha sotuvlar ham juda yuqori. Siz bu yo'nalishga kirishingiz bilan birdaniga sotuvlarga kirib ketasiz, yaxshi aylanmaga ega bo'lishingiz mumkin, lekin u yerda konkurensiya, ya'ni o'sha raqobat yuqori bo'lgani uchun sizni tovarlaringiz sotilmay qolishi ehtimoli juda yuqori, chunki u yerda narx ko'p o'ynaydi, ko'pchilik narxini tushiradi, demping qilishadi. Shuning uchun sizga boshlanishiga bu kategoriyaga kirmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim. Elektronikadan tashqari, men yana boshlang'ichlar uchun tavsiya qilmaydigan yana ikkita yo'nalishim bor. Bu birinchisi oziq-ovqat yo'nalishi. Oziq-ovqat yo'nalishida siz tovarni qo'yganingizdan keyin erta minuslar juda ko'p. Birinchisi bu tovar muddati o'tishi. Agar tovar muddati o'tib qoladigan bo'lsa va uni siz sota olmasangiz, majburiy siz uni sqatdan qaytarib olishingiz kerak. Ikkinchisi maxsus sertifikat kerak. Siz u sertifikatni SESdan olishingiz kerak. SES uni sizga bermasligi mumkin. Boshlang'ichlar uchun bu juda yugur ko'p bo'ladi va sizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Undan tashqari qaytarishdagi muammolar yoki qaytarishdagi muammolar deganda sizdan sotib olgan xaridor o'sha mahsulotni yeb turib, agar unga atrovleniya bo'lishi mumkin, sog'lig'iga ziyon yetishi mumkin, bu sizga sudgacha bo'ladigan jarayonga olib borishi mumkin. Keyingi yo'nalish bu zargarlik buyumlari. Asosan davlat sertifikati kerak bo'ladi. Agar siz tilla, kumush sotadigan bo'lsangiz, siz uni ishlab chiqaruvchidan sertifikat olib turib va davlatdan ruxsatnoma olib turib keyin sotishingiz kerak. Keyingi tavsiya qilmaydigan yo'nalishim bu patentlangan va litsenziyaga ega mahsulotlar. Agar siz bu tovarlarga kiradigan bo'lsangiz, birinchi kunda o'zida tovaringiz blokka tushadi. Sababi o'zlarini avtorlik huquqi bor brendlar har kuni marketplace analiz qilishadi va o'ziga o'xshagan yoki uni kopiyasini sotadigan kartochkalarni bloklashadi. Bu sizga keyinchalik huquqiy muammo olib kelishi mumkin va o'sha brend bilan sudlashishgacha borishi mumkin. Qo'shimchasiga yaxshi sotilayotgan tovaringiz birdaniga bloklanib, sotuvlari nolga tushib qolishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, har bitta qo'yayotgan tovaringizni yaxshilab tekshiring. Aynan shu 3 ta kriteriyaga tushib qoladigan bo'lsa, bu sizga minusga o'ynashi mumkin. Shuning uchun bu sanab o'tgan yo'nalishlarim boshlang'ich sotuvchilar uchun va boshlang'ich marketplace menejerlari uchun ham juda muhim. Umumiy qilib aytganda, sizning asosiy vazifangiz nimadan iborat? Siz marketplace menejerdan tadbirkorga aylanishingiz kerak. Siz boshida asosan xaridor yig'ishingiz kerak. Ya'ni o'zingizga do'konlarni iloji boricha ko'proq yig'ib turib, amaliy bilim ko'nikmalaringizni rivojlantirishingiz kerak. Qachonki o'zingizga uverin bo'lganingizda bu bo'lishi mumkin, birinchi 3 oylikda bo'lishi mumkin, birinchi 6 oylikda bo'lishi mumkin. Qachonki siz o'zingizga ishonch bo'lganida, o'shanda do'kon ochishni sizga tavsiya qilgan bo'lardim. O'rtacha hisobda siz 6 oyda, 7 oyda o'zingiz tayyor bo'lasiz. O'shandan keyin bemalol o'zingiz do'koningizni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Ungacha lekin siz har bitta xaridordan kapital yig'ib borishingiz kerak. O'sha
siz undan olgan xaridordan olgan pulingizni ishlatmasdan uni yig'ib borib, o'zingiz do'koningiz uchun kapital, ya'ni sarmoya qilib, birinchi o'sha do'koningizni ochishga sarflashingiz kerak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga bitta sovg'am bor. Men Telegramda yopiq community tuzganman. U yerda faqat marketplace menejerlar yig'ilishgan va men o'zimni amaliy ko'nikmalarimni, bilimlarimni u yerda ulashib olaman. Communityga qo'shilish hozircha bepul, keyinchalik bu narsa pulliga aylanishiga men kafolat beraman. Hozir video ostida buni havolasini qoldiramiz. Siz kirib bemalol qo'shilib olishingiz mumkin va bilimingizni biz bilan birga rivojlantirishingiz mumkin. Hammalarni yopiq kanalimda kutib qolaman. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.